Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, gulsevar yurtdoshlar. Sizlar bilan bugun g'oyibona suhbatlashib turganimizdan juda ham xursandman. Bugungi videomizda sizlar bilan peperoniy guli haqida bo'ladi. Peperoniy gulini o'tgangi videolarimizda agar ko'rgan bo'lsanglar, taniyotgan bo'lsanglar, antiurum guli bilan birga o'sib chiqqandi. Buni alohida video qilib ko'chirib ikkalasini ham alohida tuvaklarga olib o'tganman. Mana peperoniy gulini ko'pchilik taniydi, uyda parvarish qilyapti. Bu peperoniy variegatniy tupalisniy guli bo'lib, menda shu variegatniysi bor. Mana kesib olganimizdan keyin, bu yana ham kattaroq bo'lgandan keyin variegatniysi juda chiroyli bo'lib, ko'rkam bo'lib ko'rinadi. Kesib olganimizdan keyin gulsevar yurtdoshlar, shuni eslatib o'taman. Ozgina muddatga amalini to'xtatib qoladi, chunki stressga tushib qoladi gul. O'sib ketgan nuqtasi yo'qolib qolgani uchun ozgina stressga tushib qoladi, keyin sekin amalini boshlab yuboradi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana ozgina bu yerda shoxlar chiqargan, mana baklar chiqib o'sib kelyapti. Bu kesib olganimizdagi matishniy. Bu yerda 2 donasini birdaniga o'tkazganman bitta tuvakka. Bu chiroyli bo'lib o'syapti, amalini, mana gullarini o'stirgandan ko'rib turibmiz. Mana bunisi kesib olganimdan keyin, mana ikkala shoxdan ham kesib olganman. Mana tomiroti chiroyli bo'lib qolgan, ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkalasi ham. Shu yozda, o'rta iyulda, men uchun iyul oyi kesib bularni ildizlatish. Mana bu ildizga qo'yganimdan beri o'zi ko'rinib turibdi. Mana bu suvda ikkita shoxini chiqardi. Mana bundan ham ikkala shoxini chiqardi. Endi biz buni ekkanimizdan keyin ozgina stressga tushib qoldida, amalini to'xtatib qo'yadi. Buni hozir ekish jarayonida ko'rib o'tamiz. Hozir biz bu ikkalasini ham alohida tuvakka o'tkazib olamiz. Mana men alohida tuvak nima qilaman? Hozir alohida ikkisini ham alohida. Mana tuvagimiz teshiklari qancha katta bo'lsa, sizlar uchun suv chiqib ketishi juda yaxshi. Hali agar ko'proq suv quyib yuborsanglar, xavotirga tushmaysizlarda. Teshigi ko'proq bo'lsa, tezroq chiqib ketadi. Mana bunga biz hozir chiroyli drenajda po'kakdan foydalanamiz. Po'kak olamiz. Mana hurmatli hamyurtlar, gulsevar muxlislar, po'kak bilan to'ldirib oldik. Endi men sizlarga tayyorlab olgan gruntini ko'rsataman. Bu yerda mana ko'rinib turgan bo'lsa, bitta perlit bor. Perlit turpoqlarda irihlik qilib turadi, ildizlarni yaxshi otish uchun, nafas olish uchun, yaxshi rivojlanish uchun, suvni yaxshi ketishini ta'minlab beradi. Bu hech qanaqa o'g'it emas. Mana universalniy turpoqlar bu yerda hamma yo'q bor buning ichida. Mana bu yerda verxoy torf bor, ozgina asmokot bor, ko'rinayotgan bo'lsa, drevesniy ugl solganman. Bularda hozir hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Peperoniy gulida sizlarga ma'lumot berib o'tib ketadigan bo'lsam, peperoniy guli sukulentlar oilasiga mansub bo'lib, uncha suvni xushlamaydi, chunki tanasi suvdan iborat bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun uncha suvni xushlamaydi. Hozirgi yozgi kunida agar gulingizni nimasiga qarab, yosh ko'chat bo'lishiga yoki necha yillik o'simlik bo'lishiga qarab sug'orasizlar. Menda mana bu gulim hozir menda kichkina tuvakda yosh ko'chatcha bo'lgani uchun men buni 2 haftada bir sug'orib turaman. Agar sizlarda katta ko'chatidan bo'lsa, 20 kunda birarga gullar bor,
o'zi gultarash qilayotgan yurtdoshlarimiz agar bo'lsa judayam katta pishni bo'lib o'sib ketayotgan gullari bo'lsa bir oyda bir sug'orsa ham bo'laveradi. Spreyda har kuni qilib turish kerak. Hozir yozgi kunida barglarini artib, gulni tuvakka moslashilgan qanaqa ko'p yil katta o'simlikmi, yosh ko'chatmi, shunga qarab suv berishinglar kerak. Unchaki suvni xushlamaydi. Spreyda bir kunda 3 marta qilsanglar ham bo'laveradi. Agar ishga ketib keladigan muxlislarimiz bo'lsa, kechib ishdan kelganda qilib tursanglar ham bo'laveradi. Barglarni artib turishni unutmanglar, chunki gullar bargidan nafas olib turadi. Hamma gullar ham o'zidan karbonat angidridni o'ziga karbonat angidridni yutib, o'zidan kislorodni chiqarib turadi. Bu insoniyat uchun juda ham yaxshi, foydasi bor. Mana yaxshilab aralashtirib oldik-da. Endi buni ekamiz. Peperoni guli bu mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hozir sizlarga yaxshilab tushuntirib berish uchun yaqinroqdan ko'rsatib aytib o'taman. Suvni xushlamaydi degan, tanasi suvdan iborat bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, tanasi suvdan iborat bo'lgan gul. Shuning uchun kamroq suv berib turinglar. Agar ko'p suv berib turadigan bo'lsanglar, haftasiga yo 3 kunda birda, 4 kunda birda suv quyib turadigan bo'lsanglar, tomiri erishga olib keladi. Variegatni, tuparisni, peperoni bular yoshi katta bo'lgan sari variegatnisi yaqqol ko'rdim, chiroyli ko'rinishga kelib qoladi. Hozir bu yosh ko'chat bo'lganda bo'lib turgan paytida yana kesib ildizlatganni qo'yganman. Shuning uchun variegatniligi sezilmas holda turibdi mana uchlarida. Bu katta bo'lgan sari tiniqlashib chiroyli holga kelib qoladi. Ildizlari yaxshi, mana baquvvatgina chiroyli holatda. Buni biz hozir endi alohida qilib tuvakka ko'chirib olamiz. Boshladik bo'lmasa biz har doimgidek to'kakdan keyin ozgina turpoq solib olamiz. Ko'p emas. Bismillahirrohmanirrohim. To'kagimiz ozgina ko'proq qopda olamiz ikki-uchta. To'kak solishimiz suvni ketishini ta'minlab beradi. Foydalari bochkani ozuqa emas, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Suvni ketishini yaxshi ta'minlab beradi. Ham qishda sovuq o'tkazmaydi, sovuq o'tishdan saqlab turadi mana. Ozgina soldim, barglari tegib qoladi ekan. Ozgina teparoqqa. Yana men buni stakanchaga ekmayapman, chunki tuvakcham sal kichikroq, amallab ketadi. O'rtaga qo'yamizda, turpoq bilan to'ldiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu suvni qanchada quyishini yaxshi nazorat qilib ko'rsanglar, unaqa inja gul emas. E'tiboringlarni o'ziga tortib nima qiladigan kaprizli gul emas. Ozgina suv ichadi. Shu suvni miqdorini, kunini yaxshilab chiroyli qilib e'tiborga olib parvarish qilib tursanglar, sizlarda hech qanaqa, faqat chekalarini ezyapman. Eslatib o'taman. Men endi boshqalarni bilmadim. Hamisha turpoq solganda chekalarini ezib qo'yaman. Chunki chekalarda unaqa ildizlari yo'q. O'rtadagi ildiz turadigan joyini ezmayman. Chunki sug'organingizdan keyin baribir turpoq ozgina bo'lsa ham cho'kadi. Shuning uchun o'rtasiga tegmadim-da, chekasini bosib qo'ydim. To'ldirib qo'yaveramiz. Hali aytganimdek, turpog'i har suv quyganingizda, sug'organingizda cho'kadi.
o'rtasini ko'pchilik ezib qo'yadi. Esinglar tomiri turgan yer turpoq moslashib ildiz otishib ketishi juda qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtasini men ezmayman. Faqat chekkalarini ezib qo'ydim. Shu bilan buni chiroyli qilib ekib oldik-da. Hozirgi mana bu nimamizni sehrli tayoqchamizdan foydalanib qo'yamiz. Sug'organimizda balki suvga tegmasligi uchun qanday qilib qo'yamiz. Turpoqqa tegmasligi uchun mana bunisini ko'chirib oldik. Endi ikkinchi tuvayda hozir menimcha gruntimiz yetmaydi, grunt tayyorlab olamiz. Mana bunisi ham teshiklar juda ko'p, qancha ko'p katta bo'lsa suvga ketishi yaxshi bo'ladi, sizlarni xavotirga solmaydi. Mana chiroyli qilib teshiklari katta. Buni hozir po'kaklar bilan to'ldirib olamiz. Ishlatgan dibdajjonda po'kaklardan foydalanamiz har doimgidek. Po'kak chiroyli qilib sovoldik. Endi hozir sizlar bilan pavzani ezamizda, gruntni ko'p vaqtimiz ketmasligi uchun gruntni qo'shimcha qilamiz. Mana hurmatli muxlislar, gruntlarimizni yana tayyorlab oldik. Verxovoy to'r, resniy ugl, perlit bor, asmukut bor. Sehrli palchikamizni ham qo'plab qo'ydik. Mana universalniy turpoq bor. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Bular barglardan ham ko'payadi. Hozir men sizlarga barglaridan ham ko'payganini ko'rsatib o'tamiz. Ular jarayonini ham hozir kuzatib borasizlar. Bizni gulgurakchamiz yaxshilab aralashtirib oldik-da. Endi buni ham chiroyli qilib ko'kka mana ko'rib turibsizlar, ozgina solamiz. Endi bu keyingi gulimizni o'tkazamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Juda beozor gul. Juda ham chiroyli. Buni sortlari juda ko'p, judayam ko'p. Har xil. Gullaydigani ham bor. Gullamaydigan sortlari ham bor. Gullaydigan sortlari ham bor. Ajoyib chiroyli. Gullamaydigan sortlari ham bor. Doimgidek chekkasini ezib qo'yamizda. Yengil turpoq, shuning uchun ozgina ezib qo'ymasak, sug'organimizdan keyin baribir turpog'i cho'kadi. Ildiz otishlari yaxshi. Kesib shoxchasidan bemalol suvga qo'yib, ildizlatib ko'paytirib olishinglar mumkin. Oldik. Buni ham hozirgi sehrli tayoqchamizda qolganini mana bunday qilib qo'yib qo'yamiz. Sug'organimizda balki suvga tegib qolmasligi uchun. Mana buni ham chiroyli qilib
ko'chirib oldik. Mana hozir yana videoga qaytamiz. Pauzani ezib. Hurmatli festival yurtdoshlar, mana uni peperomiyani ko'rdinglar, 2 dona edi. Yaxshilab buni ko'rinib turibdi. Mana bunisidan kesganman, bunisidan kesganman. Kesganimdan keyin chiqqan bahchalarni ko'rdinglar. Bu ona emas. Bundan ikkala shoxidan alohida qilib kesganman. Suvga solib turadigan, suvga tushib turadigan yerlardan baklari tegib turadigan baklarini kesib olganman-da. Ikkalasidan hosil bo'lgan bahchalar mana. Mana pastdagi bahchalar edi bular. Qarang, variegatniligi yaqqol ko'rina boshlagan, chiroyli mana. Bu ham tomir otgan. Ko'rgan bo'lsanglar, mana juda chiroyli. Shoxidan ham, bargidan ham ko'paysa bo'ladi, ko'paytirsanglar bo'ladi mana. Hammasi chiroyli. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana ildizlari. Ikkalasini nodasidan chiqqan bahchalari. Juda chiroyli bo'lgan. Hammasi tashlab yubormasdan ildizlatib buni ham ko'paytirishga qo'ysanglar bo'ladi. Hozir endi men bunga turpoq tayyorlab olganman. Endi biz ishlatganman o'zim. Bularni kichkina stakanchaga ekamiz. Chunki bular kichkina baklar, ildizlari kichkina. Shuning uchun oldingi ishlatgan hammasi stakanchalarni bulardan foydalanganman. Shularga ekib chiqamiz alohida qilib. Bunga albatta ozgina ko'kekchadan solib yuboramiz. Suvi yaxshi ketishini ta'minlab beradi. Stakanchalarni atroflarini yaxshilab teshib oldim. Mana men teshib olganman. Suv chiqib ketishini ta'minlab turadi. Teshiklari suv turib qolmasligi kerak, chunki bular uncha suvni xushlamaydigan gul. Mana ozgina miqdorda soldik. Bismillahirrohmanirrohim. Bu turpog'imizga hamma yoq soldim. Hozirgi ko'rsatib o'tgandek. Buning ichida verxoviy turf bor, perlit bor, universalniy turpoq bor, irisniy ugul bor, asmokotan bor. Hammasini aralashtirganman. Bismillahirrohmanirrohim. Oy. Bismillahirrohmanirrohim. Chekalarini ezamizda o'rtasiga tegmaymiz har doimgidek. Bu kichkina bahchalariga yengilgina turba воздушный turpoq bermasanglar, воздушный rixli deganim uzr. Rixli turpoqni bermasanglar, ildizlatish juda sal qiyinroq bo'ladi. Uzr. Ozgina mazam bo'lmagani uchun yutarim tutib qoldi. Sizlarni ko'p vaqtinglarni olmasligi uchun hammasini ekib yana videoga qaytaman. Mana hurmatli muxlislar, bir donagina barg qoldi. Yana shu jarayonda ekish jarayonini ko'rsatib o'tish uchun yana videoga qaytdik. Qolganlarini ekdim. Yaxshilab majburda to'kaydan maydalab tashlab yuboramiz. Chunki yosh ko'chat suv yaxshi chiqib ketishini ta'minlab berishimiz kerak. Bir donagina qoldi, qolganini hammasini ekib chiqdim. Videomiz ko'p cho'zilib ketmasligi uchun, vaqtinglarni olmasligi uchun, zerikarli bo'lmasligi uchun pauzani to'xtatib qo'yib, ezib qo'yib ekib chiqdim. Ham jicha sog'ligimda ozgina o'zgarish bo'lgani uchun alhamdulillah, dardni ham Alloh beradi. Kutib turib keyin video olay desam, juda ko'p gullarim
ildizlatgani qo'yganman. Ularda ham video qilib chiqishim kerak. Vaqtim juda kam. Shuning uchun ozgina mazam bo'lmasa ham boshimdan bilinib turgandir o'zi. Mana oxirgisini ham ekib oldim. Hozir endi ozgina bu yerda porядка qilib yana videoga qaytamiz. Mana hurmatli aziz muxlislar, chiroyli qilib hamma baklarimizni ham o'tkazib oldik. Bu peperumi gulini bak to'kib yuborishi kamdan kam hollarda uchraydi. Bak to'kib yuborishi yo'q. Agar mabodo baklarda bunaqangi ozginagina sinishlar yoki quyoshga qo'yib qo'ygan bo'lsanglar, ozgina kuyish hollari bo'ladigan bo'lsa, shularda xunuk holda turmasin deb kesib, ildizlatib ekib olsanglar ham bo'laveradi, ko'payib ketaveradi. Peperumi guli o'zimizni hozirgi quyoshda, jazirama quyoshga qo'yib parvarish qiladigan gul emas. Barglari kuyib, sarg'ayib ketadi. Shuning uchun soat 9gacha, 8gacha tushib o'tib ketadigan quyoshda tursa bo'laveradi. Lekin undan u yoqdagi tushadigan quyoshda issiqligiga chidamaydigan gul. Ko'rib turibsizlar, chiroyli. Buni sortlari juda ko'p. Gullaydigani ham, gullamaydigani ham bor. Men bari pastdagi shoxlari bunaqangi chekalari o'zi menga kelganda shunaqa edi bular. Chekalari ko'rib turibsizlar, singan, ozgina shikast yegan joylari bor. Hammasini kesib oldim. Baribir stakan qo'yganimda xalaqit beradi bu baklari. Ammo shu shikast yegan pastdagi baklarini kesib oldimda, ikkitasi butun ekan. Buni ham chekalim mana. Shikast yegan hamma pastdagi baklarini kesib oldimda, suvga qo'ydim. Stakanda yaxshi turib moslashish uchun oshiqcha barglarida baribir bular tashlab yubormaymiz. Mana ildizlagan, ekib qo'ysanglar, bular bargidan ham ko'payadi. Hamma har xil sortlari ko'p dedim. Hamma sortini ham shoxidan ham bagidan ko'paytirsanglar bo'laveradi. Hamma sortini. Mana hurmatli hamyurtlar, gulsevar yurtdoshlar, bugungi peperumi guli haqida gapirib o'tdik. Men bilmagan ma'lumotlar bo'lsa kommentariyaga yozib o'tinglar. Peperumi guli qishda sovug'iga ham chidaydigan gul. Bemalol buni parvarish qilib, mehr talab qilmaydi, uncha e'tibor talab qilmaydi. Bemalol parvarish qilib, ko'paytirib olsanglar bo'laveradi o'zinglarga. Har bir kommentariyaga ixlos qilib yozib, o'z fikrini bildirayotgan hamyurtlarimizga, gulsevar yurtdoshlarga o'zimni rahmatimni aytib o'taman. Men bilmagan ma'lumotlar bo'lsa yozib o'tib ketsanglar ham xursand bo'laman. Agar sizlarga ozgina bo'lsa ham shu gul to'g'risida ma'lumot berib o'tgan bo'lsam, o'zimni xursand hisoblayman. Foydam tekkanidan xursand bo'laman. Yana nima deb o'tsam, agar videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar, yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Ozgina bo'lsa ham ma'lumot yetib borishlik uchun. Bugungi peperumi gulimiz haqidagi bor bilimimizni aytib o'tdik. Ekishlar, ko'paytirishlarda mana ildizlab o'zimizni nimamizdan o'tgan nimalarni ham ko'rsatib o'tdik. Endi bularga ozgina spray qilib o'tib ketamiz, chunki verxoy to'g'risida tayyorlaganimda namida o'zi. Shuning uchun men ko'pamda hozircha sug'ormayman. Bir kundan keyin sug'oraman, chunki aytib o'tganimdek to'rifda suvda ko'paytirganim uchun namida shuni hisobiga hozircha sug'ormay, faqat spray qilib turaman. Bir kundan keyin sug'oraman. Sug'organda har doimgidek esinglarda bo'lsin, yantarniy kislota bilan sug'orib o'tib ketinglar. Yantarniy kislota ozuqaga boy bo'lgan. Yantarniy kislotamiz ozuqaga boy bo'lgan, ham gullarni stressdan olib chiqib ketadigan juda katta foydasi bor. Buni mana kirib o'qib chiqsanglar ham bo'ladi. Bu yerda hamma yo'g'i yozilgan. Qanchaga qancha aralashtirib gullaringlarni hisobini olib, yangi ko'chirgan gullaringlarga albatta yantarniy kislotadan
Bu bizni sehrli ozuqamiz. Eslatib o'taman. Gul olib kelganinglardan keyin uy sharoitinglarda 3-4 kun havolarga moslashtirganinglardan keyin hamisha yantaning kislota bilan sug'orib turinglar. Yangi ko'chirayotgan to'ylarga gullaringlar bo'lsa ham albatta yantaning kislotadan sug'orib turinglar. Yana qaytarib o'taman, agar misol uchun tepasidan sug'oradigan bo'lsanglar, har bir gulni tepasidan sug'oradigan bo'lsanglar, bir yerga tegmaydi, turpaqni bir yerga tegadi. Shuning uchun agar pastiga idishcha qo'yib sug'oradigan bo'lsanglar, suv qo'yib sug'oradigan bo'lsanglar, pastidan bir xilda qilib suv ichib boradida, to'kaydi hisobini olasizlar. Mana agar ko'rinayotgan bo'lsa, hozir ildizlatgan suvni o'ziga qo'ya qoldim. Po'kaydi hisobini olasizlar. Po'kaydan ozgina miqdorda oshishi kerak suv. Chunki po'kaydan jicha teparoqqa chiqadi. Turpoq ozgina nam tortadi, tepalikka bir xil sharoitda qilib suv olib beradi. Ildizga yetkazib bera oladi. Hamma turpog'iga yetib boradi. Ozgina ushlab turganinglardan keyin olib qo'yinglar. Bari suv chiqib ketishiga ishonch hosil qilganinglardan keyin o'zini tarelkachalarga olib qo'yish yodinglardan chiqmasin. Mana hurmatli hamyurtlar, bor bilimimizni aytib o'tdik, ko'rsatib o'tdik. Amalda qilganlarimizni ham sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib o'tdik. Yana qanaqa qo'shimchalar bo'lsa, qo'shib ham kommentariyaga yozib o'tinglar. Yantaning kislotadan hamisha foydalanishinglarni maslahat beraman. Bunda juda katta ozuqa ham bor, stressdan olib chiqib ketadi gullar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda sizlar bilan g'oyibona ko'rishguncha Allohdan so'rab qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'linglar.